Assalomu alaykum do'stlar. Pul manba YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda yangi o'zbek loyiha orqali o'zbek so'mida pul ishlaymiz. Video yoqsa like bosishni hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Loyiha, ya'ni Telegram bot nomi Greenwood. Ushbu loyiha orqali onlayn fermada hayvonlarni sotib olib daromad qilishimiz mumkin. Loyiha manzili kommentariyada bo'ladi. Birinchi bo'lib boshlash uchun start tugmasini bosamiz. Va bizdan kanallarga obuna bo'lishimizni so'raydi. Albatta, obuna bo'lib olamiz. Kanal va guruh orqali siz Greenwood haqidagi barcha yangiliklardan boxabar bo'lib borishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, obuna bo'ldim tugmasini bosib olib, tasdiqlab olasiz. Va botda turli tugmalar ko'rinadi. Hayvonlar tugmasini bosib, jo'jani tekinga sotib olsangiz, bu sizga faqat bir marta 5000 so'm daromad keltiradi. Jo'jani tanlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, bepul deb yozilgan. Xarid qilish tugmasini bosamiz. Muvaffaqiyatli tarzda jo'ja xarid qildik. Endi mening fermam bo'limiga o'tib, daromadimizni o'z hisobimizga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Jo'jani tanlaymiz va ko'rishingiz mumkin, hisobimizga 5000 so'm qo'shildi. Ana endi hisobimni tekshiradigan bo'lsak, mana 5000 so'm ko'rindi. Ana endi sizlarga qanday qilib depozit qilishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun hisobim bo'limiga o'tib, hisobni to'ldirish tugmasini bosasiz. Va sizdan qancha pulga to'ldirmoqchisiz shuni so'raydi. Misol uchun 50 ming so'm yozamiz. Minimal 50 ming so'm kiritish mumkin. Va bizdan agentga nima deb yozishimiz bo'yicha tayyor shablon beradi. Agent bir tugmasini bosib, unga shu xabarni jo'natamiz va bizga u karta raqam beradi. Shu karta raqamiga siz to'lov qilasiz va to'lov qilgach, ID va kvitansiya raqamingizni yuborasiz. Agent sizning to'lovingizni tasdiqlagach, hisobingizga o'sha summani qo'shadi. Keyin bemalol hayvon sotib olishingiz mumkin. Hayvon sotib olish uchun yana hayvonlar tugmachasini bosasiz. Bu yerda istagan hayvoningizni sotib olishingiz mumkin. Albatta balansingizga qarab. Men sizga 400 ming so'mlik hayvon, ya'ni cho'chqani tavsiya etgan bo'lardim, chunki u kunlik 20 ming so'm daromad keltiradi. Xarid qilish uchun xarid qilish tugmasini bosasiz. Va kunlik daromadingizni har kuni mening fermam bo'limidan xuddi jo'jani daromadini olganimiz kabi olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, loyihaga do'stlarimizni taklif etib, ularni hamkor qilib, ya'ni bizning taklif havolamizdan o'tib, ular sarmoya kiritganda har biridan 7% va qo'shimcha 10 ming so'm daromad olishimiz mumkin. Zo'ra? Albatta zo'r. Bunaqa imkoniyat qaysi loyihada bor? Masalan, 1 million so'm sarmoya qo'ysa, sizga 70 ming so'm bonus to'lanadi va qo'shimcha 10 ming so'm to'lanadi va bu ortib boraveradi. Imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Ana, endi videoni loyihadan pul chiqarib olish qismiga ham yetib keldik. Buning uchun hisobim bo'limiga o'tamiz, mablag'ni chiqarish tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, pulni yechish uchun minimal summa 25 ming so'mni tashkil etadi. Mening hisobimda esa 5000 so'm. Lekin men birinchi hisobimda loyihadan albatta pul yechib olganman. Hozir buni ko'rsataman. Naqd 2 marta pul yechganman. Jarayon qanday bo'lishini ham ko'rsatib beraman.
Ko'rishingiz mumkin, bu mening birinchi hisobim va bunda 150 ming so'm to'langanligini ko'rsatyapti. Rostdan ham mening hisobimga bu pullar yetib kelgan. Endi ikkinchi pul yechganim esa pastroqqa tushamiz bu yerda. 23 ming so'm yechib olganman, yana shu kartamga. Mana qanday yechish bo'yicha jarayonni ko'rishingiz mumkin. Yordam bo'limi orqali sizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'plab beriladigan savollarni bosib, bunga javob olishingiz mumkin. Albatta, menejer bilan ham bog'lanishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, loyihadan yechib olgan pullarimiz o'z bank kartamizga yetib kelgan. Loyiha 100% to'lovda.